Agar siz har oy telefoningizga pul tashlaysiz, internet paketi tugab qoladi, daqiqalar yetmaydi yoki aksincha pullaringiz sekin-sekin yeb ketilayotganini sezsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Bugun men operatorlar ko'p reklama qilmaydigan, ba'zan ilovada ko'rinmaydigan, ba'zan esa faqat so'rab surishtirganda topiladigan yashirin arxiv yoki maxsus tariflar haqida gapiraman. Bu ma'lumot hammani qiziqtirishi kerak. Talaba ham, taksichi ham, ofis xodimi ham, uyda internet ishlatadigan ota-ona ham. Men sizga shunchaki mana bu tarif yaxshi demayman. Men ekspert sifatida qanday tekshirish, qaysi holatda ulanish foydali, qaysi holatda zararli, operatorning qaysi shartlariga aldanmaslik kerakligini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nozik joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar odatda reklamada chiqmaydi, lekin pulingizni tejashda juda katta rol o'ynaydi. Avvallari mobil tariflar juda oddiy edi. Ma'lum abonent to'lovi, ma'lum miqdorda internet, daqiqa va SMS berilardi. Odamlar ham asosan bittagina narsaga qarardi. Oyga necha so'm, necha gigabayt, shunga qarab ulanardi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Operatorlar tariflarni ko'paytirdi. Eski tariflarni arxivga oldi. Yangi tariflarga esa chiroyli nomlar, bonuslar, cheksiz degan so'zlar, tungi internet, ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida trafik, ilova ichidagi aksiya, faqat yangi raqamlar uchun taklif kabi shartlarni qo'shdi. Ko'rinishidan tanlov ko'pdek. Aslida oddiy abonent uchun vaziyat murakkablashdi. Siz reklamada bitta narxni ko'rasiz, lekin foydalanishni boshlaganingizda boshqa xarajatlar chiqadi. Internet tugasa avtomatik paket ulanadi. Abonent to'lov vaqtida yechilmasa tarif shartlari o'zgaradi. Cheksiz internet faqat ma'lum tezlikda bo'ladi. Bepul daqiqalar faqat tarmoq ichida ishlaydi. Boshqa operatorga qo'ng'iroq qilsangiz alohida pul ketadi. Eng qiziq joyi shuki, ayrim eski yoki maxsus tariflar hozirgi ochiq tariflardan foydaliroq bo'lishi mumkin. Lekin ular asosiy sahifada reklama qilinmaydi. Chunki operator uchun yangi tarifga o'tkazish qulayroq, narx yuqoriroq, shartlar operatorga mosroq, abonent esa odatda hammasini solishtirib o'tirmaydi. Shu sababli men bunday tariflarni yashirin deb atayman. Ular butunlay maxfiy degani emas, lekin ko'pchilik ularni bilmaydi. Xodim ham har doim birinchi bo'lib aytmaydi. Oldin abonent bir tarifga ulanib, yillar davomida shu tarifda yurishi mumkin edi. Masalan, oyga kamroq to'lov qilinib, tarmoq ichida bemalol gaplashardi. Internet ko'p kerak bo'lmagan odamlar uchun bu juda qulay edi. Keyinchalik internet asosiy ehtiyojga aylandi. Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, harita, bank ilovalari, taksi ilovalari, onlayn darslar, bularning hammasi gigabayt talab qiladi. Operatorlar ham tariflarni internet atrofida qayta qurdi. Hozir esa birinchi o'rinda paket hajmi va abonent to'lovi turadi. Lekin bitta muhim o'zgarish bor. Ko'p tariflarda paketlar shartli bo'lib qoldi. Masalan, sizga 3 GB beriladi, lekin uning 10 GB qismi tungi, 5 GB qismi ijtimoiy tarmoqlar uchun, 5 GB qismi ma'lum ilovalar uchun. Qolgan 10 GB esa oddiy internet bo'lishi mumkin. Reklamada katta raqam ko'rinadi, amalda esa siz kunduz kuni YouTube ko'rsangiz, asosiy trafik tez tugaydi. Yana bir o'zgarish, eski tariflarni saqlab qolgan abonentlar ko'pincha yutadi. Masalan, kimdir 3 yil oldin ulangan tarifda oyiga 15 ming so'm to'lab, 20 GB internet va ko'p daqiqa olayotgan bo'lishi mumkin. Yangi abonent esa shunga o'xshash paket uchun 6 yoki 7 ming so'm to'laydi. Lekin eski tarifni tark etsangiz, qaytib ulanish imkoni bo'lmasligi mumkin. Mana shu joyda odamlar eng ko'p xato qiladi. Ilovada yangi tarif chiroyli ko'rinadi. Ulanish tugmasini bosadi. Keyin bilsa eski tarifi arxiv bo'lgan, qaytib bo'lmaydi. Birinchi navbatda har bir abonent o'zining real iste'molini bilishi kerak. Men ko'p odamlarda shuni ko'raman. Ular tarifni narxiga qarab tanlaydi, lekin o'ziga kerak bo'lgan narsani hisoblamaydi. Kimdir oyga tekto'shiga internet oladi, lekin aslida 12 giga ishlatadi. Kimdir arzon tarifda yuradi. Lekin har hafta qo'shimcha paket sotib olgani uchun oy oxirida qimmat tarifdan ham ko'p pul sarflaydi. Misol keltiraman. Birinchi holat talaba. U yotoqxonada yashaydi. Wi-Fi ba'zan bor, ba'zan yo'q. Kun davomida Telegram, YouTube, onlayn dars, video darslar ishlatadi. Oyiga o'rtacha 35-40 giga ketadi. Agar u 25 giga beradigan tarifga ulansa va har safar 5 giga qo'shimcha paket olsa, oy oxirida 2-3 marta paket sotib oladi. Deylik, tarif 10 ming so'm. Har bir qo'shimcha paket 15 ming so'mdan 3 marta olsa,
jami 95 ming so'm bo'ladi. Aslida unga takundida 90 ming so'mlik, lekin 2 gigat beradigan tarif foydaliroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat ota-onalar. Masalan, otangiz asosan qo'ng'iroq qiladi, Telegramda xabar yozadi, kamdan kam video ko'radi. Unga 1 giga internetli tarif kerak emas. U uchun tarmoq ichida yoki barcha yo'nalishlarga ko'proq daqiq beradigan. Internet kamroq bo'lsa ham abonent to'lovi arzon tarif yaxshi. Lekin reklamada katta internet paketi ko'rinadi. Odam ko'p bo'lsa zarar qilmaydi deb ulanadi. Zarar qiladi chunki ishlatilmagan gigabayt ham pulga olingan. Uchinchi holat taksi haydovchisi yoki kuryer. Bunday odamga xarita, navigator, taksi ilovasi, qo'ng'iroqlar, mijoz bilan aloqa muhim. Unga internet doimiy ishlash kerak, lekin video ko'p ko'rmasa juda katta trafik shart emas. Bu yerda eng muhim narsa internet tugaganda tezlik butunlay o'chib qolmasligi yoki balansdan qimmat megabayt bo'yicha pul yechilmasligi. Shuning uchun bunday abonent tarif shartida paket tugagandan keyin narxlash qanday degan joyni albatta o'qish kerak. 4-holat ikkita sim ishlatadigan odam. Masalan, bir sim faqat qo'ng'iroq uchun, ikkinchisi internet uchun. Bunda asosiy xato shuki, odam ikkala raqamga ham abonent to'lov bor tarif ulaydi. Natijada bir oyda 2 marta to'laydi. Ba'zan bitta raqamni arzon qo'ng'iroq tarifida, ikkinchisini esa katta internet paketida saqlash foydaliroq. Yoki aksincha, bitta kuchli tarif ulab, ikkinchi raqamni minimal xarajatda ushlab turish kerak. Agar siz o'yiga qancha pul ketayotganini aniq bilmasangiz, xavotir olishingiz kerak. Chunki operator ilovasida abonent to'lovi 50 ming deb turgani bilan real xarajat 70 ming bo'lishi mumkin. Qo'shimcha paketlar, pullik xizmatlar, kontent obunalari, balans yetmaganda kunlik narxlash, tarifdan tashqari qo'ng'iroqlar, bular hammasi qo'shiladi. Agar siz eski tarifda yurgan bo'lsangiz, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Eski tarifingiz nomi ilovada ko'rinadi. Lekin ushbu tarifga qayta ulanish mumkin emas degan shart bo'lishi mumkin. Yangi tarifga o'tishdan oldin operatorga yozib yoki qo'ng'iroq qilib bitta savolni aniq bering. Agar men yangi tarifga o'tsam, eski tarifimga qayta olamanmi? Javob yozma bo'lsa yaxshi. Ilovadagi chatda yozilgan javob skrinshot bo'lib qoladi. Agar siz oilangizdagi o'chimli ko'rta raqam uchun pul to'lasangiz, ham xavotir oling. Chunki har bir raqam alohida tarifda bo'lsa, umumiy xarajat sezilmay ko'payadi. Masalan, onangizga 5 ming, otangizga 2 ming, o'zingizga 7 ming, farzandingizga 7 ming so'm to'lasangiz, oyga 25 ming so'm bo'ladi. Balki oilaviy paket, umumiy internet ulashish yoki har biriga mos arzonroq tarif tanlash orqali 40 ming so'm tejash mumkin. Agar sizning korporativ raqamingiz bo'lsa va ishxonangiz to'lab bersa, bu mavzu sizga kamroq ta'sir qilishi mumkin. Lekin baribir shartlarni bilish kerak. Chunki ayrim korporativ tariflarda shaxsiy qo'shimcha xizmatlar o'zingizning balansingizdan yechilishi mumkin. Agar siz oyiga juda kam ishlatsangiz, faqat kiruvchi qo'ng'iroqlar qabul qilsangiz, internet deyarli kerak bo'lmasa, qimmat tarif izlash shart emas. Sizga abonent to'lovi yo'q yoki minimal to'lovli variantlar mos kelishi mumkin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Abonent to'lovi yo'q tariflarda qo'ng'iroq va internet megabayt bo'yicha qimmat bo'lishi mumkin. Tasodifan mobil internet yo'qolib qolsa, balans tez tugaydi. Agar sizda uyda va ishda doim Wi-Fi bo'lsa, mobil internetga haddan tashqari katta paket olish shart emas. Men bunday odamlarga doim statistikani tekshirishni aytaman. Telefon sozlamalarida oxirgi 3 kunlik mobil internet sarfi bor. Agar siz oyga 210 gigat ishlatsangiz, 2 gigat tarif olish ko'pincha ortiqcha xarajat. Yashirin tarif deganda bir nechta turdagi takliflarni tushunish mumkin. Birinchisi, arxiv tariflar. Ular yangi ulanish uchun yopilgan, lekin eski abonentlarda ishlayapti. Ba'zida operator ularni saqlab turadi, ba'zida majburiy ravishda boshqa tarifga o'tkazishini e'lon qiladi. Siz bunday tarifda bo'lsangiz, shartlar o'zgarishini kuzatishingiz kerak. Ikkinchisi, ushlab qolish tariflari. Masalan, siz raqamni boshqa operatorga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, operator sizni yo'qotmaslik uchun maxsus taklif berishi mumkin. Buni hamma ham bilmaydi. Bu degani har doim beriladi degani emas, lekin ba'zi holatlarda mijozlarga individual chegirma yoki bonus paket taklif qilinadi. Shuning uchun agar siz haqiqatan ham boshqa operatorga o'tishni rejalashtirsangiz, avval amaldagi operatoringizning qo'llab-quvvatlash xizmatidan yaxshiroq shart so'rab ko'rishingiz mumkin. Uchinchisi, ilova ichidagi aksiyalar.
Bazı takliflar faqat mobil ilovada ko'rinadi. Ba'zilari USSD kod orqali, ba'zilari esa saytning alohida sahifasida bo'ladi. Oddiy reklama bannerida ular chiqmasligi mumkin. Masalan, faqat siz uchun chegirma bilan 3 oy, bonus internet, qayta ulanishda sovg'a kabi takliflar bo'ladi. Lekin bunday aksiyalarda eng xavfli joy 3 oy arzon to'ydan keyin narx ko'tariladi. Odam esa unutadi. 4-si hududiy yoki yangi abonent tariflari. Ayrim tariflar faqat ma'lum hududda, faqat yangi sim karta olganda yoki faqat raqam ko'chirish orqali kelganlarga berilishi mumkin. Agar siz eski abonent bo'lsangiz, sizga ko'rinmasligi mumkin. Lekin savdo ofisida so'rasangiz, mavjud variantlarni aytishlari mumkin. Eng katta tuzoq cheksiz so'zi. Men har safar shuni ta'kidlayman. Cheksiz degani har doim ham cheksiz tezlik degani emas. Ba'zan ma'lum trafikdan keyin tezlik pasayadi. Masalan, 1-3 gigabit yuqori tezlikda, undan keyin 20 megabit yoki 2.6 kilobit kabi juda past tezlikda ishlashi mumkin. Bu tezlikda xabar yozish mumkin, lekin video ko'rish qiyin. Reklamada esa cheksiz internet deb yoziladi. Ikkinchi tuzoq ijtimoiy tarmoqlar uchun bepul trafik. Bu ham har doim to'liq bepul emas. Masalan, Telegram ichidagi matn va rasm alohida, lekin tashqi havoladagi video, YouTube oynasi, reklama, brauzer orqali ochilgan fayl asosiy trafikdan ketishi mumkin. Instagramda ham video va reklama yuklanishi turlicha hisoblanishi mumkin. Siz men faqat ijtimoiy tarmoq ishlatyapman deb o'ylaysiz. Lekin asosiy internet kamayib boradi. Uchinchi tuzoq abonent to'lov vaqti yechilmasa nima bo'lishi. Ko'p odam balansida yetarli pul bo'lmasa, tarif ishlamay turadi deb o'ylaydi. Lekin ba'zi tariflarda kunlik to'lov boshlanishi, paketlar to'liq berilmasligi, qo'ng'iroq va internet asosiy tarif narxida hisoblanishi mumkin. Masalan, siz oy boshida 6000 so'm to'lashingiz kerak edi, balansda 20000 bor. Siz internetni yo'qasiz, paket ulanmagan bo'ladi, megabayt bo'yicha pul ketadi. Bir necha soatda balans 0 bo'lishi mumkin. 4-tuzoq avtomatik qo'shimcha paketlar. Paket tugaganda operator sizga qulaylik uchun avtomatik 2 giga yoki 500 megabayt ulab berishi mumkin. Bu bir tomondan yaxshi, internet uzilmaydi. Lekin agar siz buni nazorat qilmasangiz, oy davomida 5-6 marta avtomatik paket ulanadi va xarajat oshadi. Shuning uchun ilovada avtomatik uzaytirish, qo'shimcha paket, kontent xizmatlar bo'limini tekshirish kerak. 5-tuzoq eski tarifdan chiqib ketish. Men buni alohida aytaman. Agar sizda eski foydali tarif bo'lsa, shoshilmang. Yangi tarifga o'tishdan oldin eski tarifning real qiymatini hisoblang. Masalan, siz 20000 so'm to'lab 25 giga va 20 daqiqa olyapsiz. Yangi tarif 75000 so'm 35 giga beradi, lekin daqiqa faqat tarmoq ichida. Agar siz boshqa operatorlarga ko'p qo'ng'iroq qilsangiz, yangi tarif sizga qimmatga tushadi. 6-tuzoq bonuslarning muddati. Ba'zi bonuslar faqat o'ttim kun amal qiladi. Ba'zilari keyingi oyga o'tmaydi. Masalan, siz 1 gigabit oldingiz, lekin 6 ga ishlatdingiz, 40 giga kuyib ketdi. Agar tarifda qoldi keyingi oyga o'tmasa, siz foydalanmagan xizmat uchun pul to'lagan bo'lasiz. Ba'zi tariflarda qoldiq saqlanishi mumkin, lekin faqat abonent to'lov vaqtida yechilsa, mana shu shartni albatta tekshirish kerak. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oydagi xarajatingizni tekshiring. Operator ilovasiga kiring. Xarajatlar, tarix, detalizatsiya, to'lovlar, paketlar bo'limini oching. Agar ilovada batafsil ko'rinmasa, shaxsiy kabinetga sayt orqali kiring yoki operator ofisidan detalizatsiya so'rang. Sizga abonent to'lov, qo'shimcha internet, pullik xizmatlar, qo'ng'iroq xarajatlari alohida ko'rinishi kerak. Ikkinchi qadam. Telefon sozlamasidan mobil internet sarfini ko'ring. Androidda odatda sozlamalar, tarmoq va internet ma'lumotlaridan foydalanish bo'limi bor. iPhone'da Settings cellular bo'limida ilovalar bo'yicha trafik ko'rinadi. Bu yerda qaysi ilova eng ko'p internet yeyayotganini bilasiz. Agar YouTube 20 giga, TikTok 25 giga, Telegram 2 giga ishlatayotgan bo'lsa, sizga katta internet kerak. Agar umumiy sarf 6 giga bo'lsa, qimmat paket shart emas. Uchinchi qadam. Amaldagi tarifingizni arxiv yoki ochiq tarif ekanini aniqlang. Ilovada tarif nomini ko'ring, operator saytida qidiring. Agar topilmasa, demak u arxiv bo'lishi mumkin. Operator chatiga yozing. Mening amaldagi tarifim arxiv tarifmi? Ushbu tarifdan chiqsam, qayta ulana olamanmi? Tarif shartlari qachongacha amal qiladi? Javobni skrinshot qilib saqlang. 4-qadam. Yashirin yoki maxsus takliflarni so'rang.
operatorga qo'ng'iroq qilganda shunchaki qanday tariflar bor demang. Aniq savol bering. Men o'yiga taxminan Gartgiga internet barcha operatorlarga 500 daqiqa ishlataman. Hozirgi xarajatlarim 9000 so'm atrofida. Menga bundan arzonroq yoki ko'proq paketli maxsus taklif bormi? Arxidan tashqari individual aksiya bormi? Raqamni boshqa operatorga ko'chirmoqchi bo'lsam, ushlab qolish taklifi bormi? Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, ofisga borgan bo'lsangiz, hujjatlarni tayyorlang. Raqam sizning nomingizda bo'lsa, pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, egasi bo'lishi kerak yoki ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Raqam ko'chirish, tarif o'zgartirish, korporativdan jismoniy shaxs tarifiga o'tish kabi jarayonlarda hujjat muhim. 6-qadam. Operatorga yozadigan matningizni tayyor qilib oling. Masalan, shunday yozishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men amaldagi tarifim shartlarini va mavjud maxsus takliflarni solishtirmoqchiman. Oxirgi oylarda xarajatlarim oshdi. Menga internet, barcha yo'nalishlarga daqiqa, abonent to'lovi, paket tugagandan keyingi narxlash, avtomatik qo'shimcha paketlar va aksiya muddati haqida to'liq ma'lumot bering. Agar arxiv tarifim bo'lsa. Undan chiqqanimda qayta ulanish imkoniyati bor yo'qligini yozma tasdiqlab bering. Mana shunday murojaat sizni ko'p xatolardan saqlaydi. 7-qadam. Tariflarni solishtirganda faqat narxga qaramang. Men odatda jadval qilib yozishni maslahat beraman. 1-ustun abonent to'lovi. 2-asosiy internet. 3-tungi yoki bonus trafik. 4-barcha operatorlarga daqiqa. 5-tarmoq ichidagi daqiqa. 6-paket tugagandan keyingi narx. 7-aksiya muddati. 8-qayta ulanish imkoniyati. Shu tarzda solishtirsangiz, reklamadagi chiroyli raqamlar emas, real foyda ko'rinadi. 8-qadam. Pullik xizmatlarni o'chiring. Ko'pchilikda melodiya, ob-havo, yangiliklar, kontent xizmat, kunlik internet, avtopaket kabi xizmatlar bilmasdan ulangan bo'ladi. Har bir kuniga 500 so'm yoki 1000 so'm olsa ham, oyiga imbet 30 so'm bo'ladi. Ilovadan xizmatlar bo'limiga kerak-kerakmasini o'chiring. Agar o'chira olmasangiz, operatorga raqamimdagi barcha pullik kontent xizmatlarini o'chiring va kontent obunalarga taqiq qo'ying deb yozing. 9-qadam. Bolalar va katta yoshdagilar raqamida cheklov qo'ying. Chunki ular tasodifan reklama bosishi, pullik SMS ga javob berishi, internetni nazoratsiz ishlatishi mumkin. Operatorlardan kontent bloklash, pullik xizmatlarga taqiq, internet limitlari haqida so'rang. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin oilaviy xarajatni sezilarli kamaytiradi. 10-qadam. Raqam ko'chirishni ham variant sifatida ko'ring, lekin shoshilmang. Boshqa operator arzonroq tarif berishi mumkin. Lekin siz yashaydigan joyda aloqa sifati yomon bo'lsa, arzonlikning foydasi yo'q. Uyda, ishda, yo'lda ko'p boradigan joylarda qaysi operator yaxshi ushlashini tekshiring. Tanishingizdan so'rang. Vaqtincha sim olib sinab ko'ring. Internet tezligi faqat reklamadagi raqam emas, real joylashuvga bog'liq. Agar siz tarifni aksiya bilan ulasangiz, aksiya tugash sanasini kalendarga yozib qo'ying. Masalan, bugun 3 oyga chegirma oldingiz. Telefon kalendariga taksun kunga eslatma qo'ying. Tarif narxini tekshirish. Aks holda garto oydan boshlab abonent to'lovi oshadi. Siz esa buni faqat balans test tugaganda bilasiz. Agar siz katta paket olsangiz, qoldiq o'tishini tekshiring. Qoldiq o'tadigan tariflar ko'pincha foydali, lekin sharti bo'ladi. Abonent to'lovi vaqtida to'liq yechilishi kerak. Agar bir kun kechiksangiz qoldiq kuyishi mumkin. Shuning uchun balansni oldindan to'ldirish yoki avtomatik to'lov ulash foydali bo'lishi mumkin. Agar siz ko'p qo'ng'iroq qilsangiz, daqiqalar qaysi yo'nalishga ekanini tekshiring. Bilgim daqiqa yozuvi juda chiroyli. Lekin u faqat tarmoq ichida bo'lsa, boshqa operatorlarga qo'ng'iroq qilganingizda balansdan pul ketadi. Sotuvchi yoki chat xodimidan aniq so'rang. Ushbu daqiqalar barcha operatorlargami yoki faqat tarmoq ichidami? Agar siz internetni modemda yoki routerda ishlatmoqchi bo'lsangiz, tarif bunga ruxsat beradimi? Tekshiring. Ba'zi mobil tariflarda trafikni tarqatish, modemda ishlatish yoki juda katta yuklama bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Telefon uchun yaxshi bo'lgan tarif uy interneti o'rnini bosmasligi mumkin. Agar siz doim roamingga chiqadigan bo'lsa, oddiy tarif yetarli emas. Roamingda internet va qo'ng'iroqlar juda qimmat bo'lishi mumkin. Safarga chiqishdan oldin alohida roaming paketi ulang.
avtomatik internetni o'chiring. Kerak bo'lsa ism yoki mahalliy ism variantlarini solishtiring. Bugun men aytgan asosiy fikr shuki, operatorlar hamma foydali tariflarni baland ovozda reklama qilavermaydi. Ba'zi foydali variantlar orqada, ba'zilari ilova ichida, ba'zilari individual taklif sifatida. Ba'zilari esa faqat aniq so'raganingizda chiqadi. Sizning vazifangiz shoshilmaslik, amaldagi tarifni yo'qotib qo'ymaslik, real xarajatni hisoblash va har bir shartni yozma ravishda aniqlashtirish. Hozir videoni yopmang. Avval operator ilovasiga kiring va amaldagi tarifingiz nomini, o'yiga real xarajatingizni, internet sarfingizni tekshiring. Keyin izohlarga yozing. Siz qaysi operator tarifidan foydalanasiz? O'yiga qancha to'laysiz va sizga nechta gigabayt yetadi? Balki keyingi videoda men aynan tomoshabinlar yozgan holatlar bo'yicha tahlil qilib beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri tarif bir oyda o'zgina pulingizni olsa, bir yilda ancha katta summaga aylanadi.